1-dekabr kuni qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet ertaga 1-dekabr kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 8-13 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi -3-2 daraja sovuq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi -3-2 daraja sovuq, kunduzi 10-15 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi -3-2 daraja, ba'zi joylarda 2 darajagacha sovuq bo'lishi mumkin. Kunduzi 12-17 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja issiq bo'ladi.